eng kuchli batareykali, narxiga arziydigan top 3 reytingdagi telefonlarni aytib o'tib ketaman. Qo'rqmasdan любойni sotib olinglar, chunki hammasi narxiga arziydi. 3-o'rinda Redmi Turbo 5 Max. Bu telefonning batareykasi naqd 9000 mAh batareyka. Eng qizig'i 100 vatli zaryadkani qabul qiladi. Displeyi, protsessori, kameralari ham chotki darajada. Eng qizig'i bu telefonimizning narxi 430-440 dollar atrofida Mix Mobile Telegram kanalida sotilyapti. Bemalol zakaz qilsanglar bo'laveradi. Ikkinchi o'rinimizda bo'lsa OnePlus'da narxiga arziydigan ikkita telefon yashirilgan. Bulardan birinchisi OnePlus Turbo 6, ikkinchisi bo'lsa OnePlus Turbo 6V. Shu ikki telefonning ham batareykalari 9000 mAh 80 vatli zaryadkani bemalol qabul qiladi. Ikkala telefonning ham protsessorlari narxiga moslashgan. Birinchisida Snapdragon 7S Gen 4, ikkinchisida bo'lsa Snapdragon 8S Gen 4. Ikki telefon ham akalar 4K formatda videoga olib beradi. Ikki telefonning ham displeylari chotki. Turbo 6V da AMOLED 144 Hz bo'lsa, Turbo 6 ning o'zida AMOLED 165 Hz. Nima deyapti? Narxlarga keladigan bo'lsak, Turbo 6V da narxlari 360 dollardan boshlanayotgan bo'lsa, Turbo 6 ning o'zining narxi bo'lsa 450 dollar atrofida boshlanyapti. Narxlari sifatiga juda ham mos keladi. Bemalol tavsiya qilaman. Birinchi o'rindagi mahluqlarni aytishimdan oldin videoga like bosmagan bo'lsangiz, like bosib qo'ying. Birinchi o'rinda Honor Win hamda Win Erta telefonlari. Shu ikkala telefon ham narxiga bemalol arziydi. Ikkalasida ham 10000 mAh batareyka, 100 vatli zaryadkani qabul qiladi. Ayniqsa Honor Win o'zi bo'lsa, beprovodnoy 80 vatli zaryadkani qabul qiladi. Nima deyapti bu telefonlar? Displeyga keladigan bo'lsak, AMOLED 185 Hz. Nefiga себе. Ikkalasida ham flagmanskiy protsessor. Win Ertada Snapdragon 8 Elite, Winda o'zida bo'lsa Snapdragon 8 Elite Gen 5. Voy jonim, shu ikkala telefonni ham sizlarga qo'rqmasdan tavsiya qila olaman. Narxlari ham sifatiga mos. Akalar, Honor Win Ertaning narxlari 565 dollardan boshlanayotgan bo'lsa, Honor Winda narxi bo'lsa 730 dollardan boshlanyapti. Nefiga себе.